san'atdan baxtini topganlar. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ayni vaqtda Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'at institutining ijodiy jamoasi milliy musiqamiz dahosi maqom xazinaboni Yunus Rajabiyning uy muzeyiga tashrif buyurdik va bu yerda O'zbekiston xalq hofizi professor Hasan Rajabiyning oltinga teng so'zlaridan bahramand bo'ldik. Bu yurtda allasiz tong otmas, sof oltin meroslar zanglamas. Bu yurtda allasiz tong otmas, sof oltin meroslar zanglamas. Chin san'at til millat tanlamas, chin san'at til millat tanlamas. Sahnalar gardini o'pganlar, san'atdan baxtini topganlar. Sahnalar gardini o'pganlar, san'atdan baxtini topganlar. Aylanar charxpalak yil zamon, o'ttilar ustozlar xush zabon. Aylanar charxpalak yil zamon, o'ttilar ustozlar xush zabon. Shogirdlar ko'ksida faxr shon, guvoh bo'l tabarruk maskanlar. Sahnadan baxtini topganlar, guvoh shul tabarruk maskanlar. Sahnadan baxtini topganlar. Shu kitoblar 5 ta kitoblar chiqarganlarda o'sha musiqa hamsasini yaratdi. Yunus Rajabiy degan gap bo'lgan, musiqa hamsasi. Shu 5 jildlikda butun o'sha 1000 dan ortiq kuylarimiz hammasi o'sha ijro bo'lgan, eng yaxshi ashulalar, boshqasi hammasi bor ichida. Shularga qarab turib, hammasini o'sha o'zlari tuzgan ansambldagi o'rgatganlar. Ochib, birma-bir hammasini ma'muni tugatgandan keyin bunisiga o'tganlar, bunisiga. Ma'munda endi butun 6 maqom, 6 maqomni o'sha mashqqa yozganlar. San'atdan baxtini topganlar. Bu yurtda allasiz tong otmas, sof oltin meroslar zanglamas. Chin san'at til millat tanlamas, chin san'at til millat tanlamas. Sahnalar gardini o'pganlar, san'atdan baxtini topganlar. Sahnalar gardini o'pganlar, san'atdan baxtini topganlar.